Sizni ham telefoningizga kimdir krisalarcha tegib, ichida nimalar borligiga qiziqadimi? Hozir mana bitta zo'r funksiya bor. Instagramingizga kirmoqchi bo'lsa, o'sha krisa odam Instagram mana ishlamayapti deb ko'rsatadi. Keyin Telegramga kirsa, Telegram ham mana ishlamayapti deydi. Lekin sizda hammasi ishlaydi. Bu funksiyani yoqib qo'yganingizdan keyin sizda Telegram, Instagram, xullas shaxsiy ilovalaringizga begonalar kira olmaydi. Faqatgina o'zingiz kira olasiz. O'zimiz qanaqa qilib ishlatamiz deysizlarmi? Shundoq Instagramga kirasizlar, mana bu OKga bosib turasizlar, o'zingizlar bu yoqqa bitta parol qo'yib qo'yasizlar. Shu parolni tersanglar, o'zingizlar bemalol ishlataverasizlar. Begona odam ishlata olmaydi. Bu narsa barcha smartfonlarda o'xshaydi, faqat iPhonedan tashqari. Sizda qanaqa telefon? Hoziroq yozib qoldiring. Bu funksiya sizlarda ham ishlashi uchun birinchi navbatda videoni saqlab olinglar hamda Instagram profilim shapkasiga o'tib, bu yoqdan ilova X so'z bo'yicha joyga bosasizlar. Xuddi shu joydan yuklashga bosamiz. Mana shu ссылкаga bosasizlar. Keyin bu yoqdan продолжить qilamiz. Maxsus botimiz sizlarda ochiladi. Botga start bosasizlar. Start bosgandan keyin eng oxirgi qatorga o'tasizlar. Bu yoqdan ilova blok joyiga bosib, bemalol mana shu funksiyani o'rnatib olsanglar bo'ladi. Agar qiynalsanglar, video qo'llanmani ham tashlab qo'yganman. Hoziroq siz ham telefoningizga mana shu funksiyani o'rnatib qo'ying hamda bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib, saqlab qo'yish yodingizdan chiqmasin. Foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying.